Hop, assalomu alaykum. Uchqur Moto YouTube kanali obunachilari, men sizlarga eng arzon narxda skuter qo'yib bermoqchiman. Hech qayerda yo'q narxga qo'yib bermoqchiman. Keling, operator bitta ko'rsatib qo'ying. 83 model 2025-yil 26-yil top model bo'lgan. Xullas, vashi sifati zo'r bo'lgan Redline modelimiz bo'ladi. Qarang, oldi jetkichli bo'ladi, orqasi tros bo'ladi. O'zini mana bunaqa ajoyib bo'lgan amortizatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqasiga mana bunaqa chiroyli bachoklari bor. Bachokining ichida kaskasi, jileti, должной kiyimi, undan tashqari mana bunaqa o'zining ajoyib bo'lgan zaryadchiklari, zavodskoy zaryadchiklari va bakoy oynalari qo'shib beriladi. Buni sistemasi qarang, avtomat korobka bo'ladi, kruz kontrollari bemalol ishlaydi. Tezlikni o'zingiz qarab o'lchab yursangiz bo'ladi. Keyin buni bitta to'liq zaryadda 100 kilometrgacha yuradi. 6 ta 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Sifat vashi zo'r bo'ladi. O'zining mana bunaqa dugalari ham bor. Yiqilganingizda sizni himoya qiladigan. Xullas, sifat vashi zo'r. Boshqa joylarda adashmasam 5,5 million so'mgacha, oxirgi narxi 5,5 million so'mgacha sotilib turibdi. Bizda buni narxini 4,5 million so'mga qilib beramiz. Faqat YouTube kanalimizdan ko'rib kelgan klientlarimizga. Pastda nomerlarimiz chiqadi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Buni bir qator afzalliklari bilan tanishtirib o'tdim. Tezligi 60 bo'ladi. Gay hech qanaqa prava, dokument so'rab sizni boshingizni qotirmaydi. Xullas, sifat vashi zo'r bo'ladi. Buni sizlarga 4 xil rangidan qo'yib bermoqchiman. Qora va mana bunaqa xameleon rangidan, yana qorasidan va mana bunaqa ko'k xameleon rangidan bo'ladi. Sifat zo'r bo'ladi. Bularning hammasi Redline bo'ladi. Sifati zo'r, 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyatorlari ham yangi bo'ladi. Narxi 4,5 million so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz ham bor. Xohlaganlar uchun butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Esdan chiqarmanglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 4,5 million so'mga menimcha hech qayerda qo'yilmagan modellarimiz. Oldi jetkichlik, orqasi troslik bo'ladi. Sifat vashi zo'r. Aytilgan hamma narsasi qo'shib beriladi. Qo'shib beriladigan narsasi o'zining 4 ta aytgan narsalarim, должной kiyim, zaryadchik, o'zini bakoy oynasi, ichidan chiqadigan pedallari va o'shanaqa tashqalari. Bu pultda ham yonadi, Magikar pultda ham yonadi va kaltda ham yonadi. Xullas, afzalliklar juda ham ko'p. 4,5 million so'mga shoshilib qolamiz. Menimcha butun O'zbekistonda yo'q narx bo'ldi. YouTube kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bunaqa skidkalar hali juda ham ko'p bo'ladi. Instagram sahifamiz Uchqur Moto, YouTube sahifamiz ham Uchqur Moto bo'ladi. Pastda Telegram silkamiz bor. Telegram silkamizga o'tsangiz, narxlarni bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi.